Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Allohga behisob hamd sano va shukronalar bo'lsin. Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat turiblarimiz bo'lsin. Ana bu go'zal manzillarda, Ravza-i Mutahharada inshaalloh Bag'dod umra karvonini 57 nafar yana sizlar guruhni bir 15 ga yaqin hojilar mana Ravzani to'ldirishib, inshaalloh yuksak trail jamoasi bilan alhamdulillah to'la turibdi. Allohga shukrlar bo'lsin. Bu xizmatlarda tashkil qilgan yuksak trail rahbariyati va uni ana bu kadr ortida xizmat qilayotgan jamoasi va Alloh rozi bo'lsin. Ularning haqiga qilgan duolarimiz Alloh ijobatini bersin. Ikki dunyo darajasini go'zal qilsin, ikki dunyo baxt saodatga yetkazsin. Hamisha yuzlarini yorug' qilib, el yurt oldida qilayotgan xizmatlarni dunyo oxirat uchun Alloh ajrini bersin. Amin ya robbil alamin.